Dono ayol bo'lishning 3 ta qoidasi. Birinchi qoida hissiyotlarni boshqarish. Ya'ni hissiyotlarga, emotsiyalarimizga yo'q deyish emas, aksincha ularni kerakli yo'nalishlarda ishlatishni bilishimiz kerak. Ya'ni siz qachon jahlingiz chiqishini, qachon qo'rqqaningizni, qachon emotsiyaga berilishingizni juda yaxshi bilasiz. Ularni namoyon qilishdan ko'ra o'z vaqtida to'g'ri boshqarish kuchli qobiliyatlaringizdan biri hisoblanadi. Ikkinchi qoida nazoratni emas, ishonchni tanlang. Hayotda bizani eng charchatadigan narsa bu hamma prosesni boshqarishga urinish. Kontrol bizada deb o'ylash. Aslida kerakli vaqtda vaziyatni o'z holiga qo'yish to'g'ri qarorlardan biri bo'ladi. Siz sababini qiling, Allohga tavakkal qiling va ishoning, ishlaringiz albatta ijobiy natijasini olib kelishni boshlaydi. Uchinchisi va eng asosiysi davomli ilm oling. Chunki ilm olish bizani qarorlarimizni, hayotimizni faqat to'g'ri bo'lishiga sababchi bo'ladi. Va ilm olishda o'qi, angla va amal qil qoidasida bardavom bo'ling. Xulosa qilib aytganda, dono ayol bo'lish bu kimnidir yengish emas, kimga nimanidir isbotlash emas, balki o'zligingizni anglash va komillikka intilishdir.